Assalomu alaykum. Bugungi videomda sizlar bilan birga edi. Ana shunaqa Telegram botni qanday yasashni ko'rib chiqamiz. Demak, 4 ta tilda ishlaydi. Ikkitasi o'zbek tilida, bittasi koreys, bittasi ortiqcha ishlatib ko'rishingiz mumkin. Wikipedia bo'limi qadarli administrator bo'limi bor. Hozir bu admin akountim emas ekan. Admin akountimdan kirib qayta stepasi o'zbek tilini tanladik. Wikipedia bo'limi qidiradi. Administrator bo'limida qolgan bo'lsak, admin paneli ochildi. Reklamada qashingizni statistika ko'rishimiz mumkin. To'g'ri, yangi ochganman, shuning uchun ham statistika. Bu yerda shu to'pdan yerni ko'rishimiz mumkin. Foydalanuvchilar bu yerda to'rtta bo'lib, lekin yerda ikkita oylik foydalanuvchi bo'lib turibdi. Hozir endi buni qanday yasashni ko'rib chiqamiz. Mana shu kanalga kiramiz do'stlar. Mana taklif olasi video opsiyasini qoldiraman. Aytib o'taman do'stlar, buni hozir ishga ko'rinib turgan bilan Android taqilyapman. Planshet testlarim tizimida ko'rishingiz mumkin. Shu ko'rinishni ochamiz, faylni klip qilamiz. Mana bu Play Marketdan mana shu Paydoid 3 nomli ilovani yuklashni bir martani bosdim. Do'stlar, faylni ochib oldik. Bu yerda mana böyle to'rtta ishlayapti do'stlar. Endi default ishlovchi boshqa tilni o'zbek tilida ishlatilgan. Token degan joyga bu yerda bu hozirdan olgan tokenimizni kiritamiz. Va terminal degan tushunib yerda bosamiz. Va yozamiz. Pip install Wikipedia. Demek do'stlar, bas bitta enter tugmasini bosamiz. Keyin bot degan yerda enter tugmasini bosamiz. Keyin internet kerak. Keyin ishdan bajar bilan ранее bu ishga tushadi. Chunki bu yerda admin panel yo'q, majburiyat sistemi yo'q. Agarda to'g'ri kerak bo'lsa, o'zingizga adminni asosiy yo'qsiga tashlayman. Xizmatlarni uylaysiz. Agarda video yoqsa, like bosishni unutmang.